Ro'shanbek aka, DTP kasalligi nima? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib ketsangiz. Детский cerebralniy paraliz deydi. O'zbekchasi bolalar shalligi deydi. Bu kasallik kelib chiqishi onalar beremenni vaqtida utrobi materi deydi, shamollatadi. Endi bizlarda o'zbeklarda, boshqalarda endi kelin beremenni bo'lsa ham qo'lni muzdoq suvga tiqadi, supurtiradi, ishlattiradi. Shunda уже ichida уже problema bo'ladi, bolaning ichida. Уже shamollab bo'lgandan keyin, problema bilan tug'ilgandan keyin buni roddomda tug'ilgandan keyin reanimatsiya tiqadi. Reanimatsiya baringlar bilasizlar muzdoq. Bola sovuq yeydi, gapiramaydi, sovuq yeydi, nima shuni tirishadi. Mana shu tirishganda уже bo'ldi, shu DTPni hali bo'laveradi. Уже bari qatadada qo'li ham, oyoqlari ham tirishadi. Shu tirishgani уже mana shu DTP deydi. Endi DTP kasalligiga ukol, dog'ri, meditsinada davosi yo'q. Allohdan so'ra ixlos bilan kelsa, Xudo xolasa davosi bor. Mana shu qatib qolganlarni barini bo'shataman, yurolmaydigan yurgizyapman, oyog'i kalta nimalarni tuzatyapman. Instagramga kirib, YouTube'ga kirib ko'rsanglar bo'ladi bari. Xudo xolasa DTPni ham shifosi bor, davosi bor. Bari ma'lumotlarni, telefonlarni qoldiraman. Endi bu gapirsak gap ko'p, buni hamma kasalliklarning o'zini yo'li bor, o'zini shifosi bor, Xudo xolasa.